Bu video nikohimiz o'tgandan keyin mahrga nima so'radingiz, meni gelik so'rab o'rmadingizmi degan papishklarim uchun. Menimcha sizlarga 100 marta gapirgandan ko'ra 1 marta ko'rsatgan yaxshiroq. Do'stlar, men mahrga uy so'radim. Nima uchun aynan Eman Riverside tanlaganimni video davomida ko'rib olsangiz bo'ladi. Kelinglar, men sizlarga kelajakdagi uyimga obzor qilib beraman. Bu prixoshkada men mujlanchikimni kelinskiy luklarimni kutib olaman. Skromniy kvartiramizga kirishingiz mumkin. Kirishingizdan chap tarafda сразу keladi sanujel, детская комната. Bu yerda ko'rishingiz mumkin bizning xona. И также har bitta ayol orzusi bo'lgan komnata. Bu mana shu tushlarimda ko'rib chiqqan Pinterest oshxona bo'ladi. Bu yerda bizning mebellarimiz bo'lgandan keyin hozir sizlarga takkoyskiy pishirib ovqat qilib beraman. Menga bu novostroykadagi eng yoqqan qulaylikda birinchisi bu lokatsiya. Lokatsiya shunday Yashnobod metroning yonida ekan. Ikkinchisi bo'lsa hozir Qurmoq hayitga shunaqa zo'r aksiyalar ketyapti. Bir xonali kvartiraga boshlang'ich to'lov atigi 50 milliondan, ikki xonaligi 70 million, uch xonaligi 90 milliondan ketyapti. Oylik to'lov atigi 6 million so'm. Va spalnyamizdan ko'rinib turadigan chista shu vid uchun ham bu kvartiramizni xarid qildik. To'g'risi aytaman, bu video o'z hayotda yana chiroyliroq ko'ryapti. Даже kamera bu krasotani передать qilib bera sizlarga. Xonadonlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Bunaqa mahrdan keyin 21 yoshingizda nimaga erishdingiz, Zomina deyishsa, men udачно вышла замуж, endi bemalol eta olaman.